Ko'pincha insonlar o'zlari tunda yolg'iz bo'lishganda tezda sarosimaga tushib, arvohlar haqida o'ylay boshlashadi. Aslida arvohlar mavjudmi? Ma'lumot o'rnida dunyo aholisining yarmidan ko'pi arvohlar mavjudligiga ishonishadi. Bu ishonch 5000 yildan beri davom etib kelmoqda. O'zi rostdan ham arvohlar mavjudmi? Ular qayerdan kelib chiqqan? Keling, avval raqamlarga qaraylik. 2025-yili Gallup tomonidan o'tkazilgan so'rovda amerikalik kattalarning 39% arvohlar mavjud deb javob berdi. Boshqa bir tadqiqot esa yanada yuqori ko'rsatkich berdi. 61%, ya'ni 100 kishidan 60tasi arvohlar mavjudligiga ishonishadi. Bu faqat Amerika emas, Yevropa, Osiyo, Afrika, Yaqin Sharq, barcha madaniyatlarda arvoh tushunchasi mavjud. Demak, insoniyat ming yillar davomida biror narsa ko'ryaptimi? Yoki bu boshqa narsa? Javobni tarixga qarash orqali bilish mumkin. Arvohlar haqidagi eng qadimiy yozma manbalar Mesopotamiyadan topilgan. Ularning ishonchiga ko'ra, inson vafot etganda uning gidim, ruhiy izi shakllanar edi. Bu gidim o'lganlarning olamiga ketishi kerak edi. Lekin agar kishi to'g'ri dafn etilmasa yoki hayotida hal qilinmagan muammolari bo'lsa, gidim tiriklar dunyosiga qaytib kelardi. Insoniyatning eng qadimiy adabiy asari Gilgamesh dostonida ham o'liklarning ruhlari haqida yozilgan. Bu kitob miloddan avvalgi 2100-yillarda yaratilgan. Misrliklar esa yanada murakkab tizim yaratishdi. Ular inson ruhining bir necha qismdan iborat deb ishonishardi. Eng muhimi, Ka deb ataluvchi ruh inson vafotidan keyin ham yashay olardi. O'liklarning kitobi bu maxsus duolar to'plami edi. Maqsad o'lgan kishining ruhini to'g'ri yo'naltirib, tiriklar olamiga qaytib kelishini oldini olish. Gomerning mashhur Odissey dostonida qahramon Odissey o'liklarning ruhlarini chaqiradi, ulardan kelajak haqida maslahat so'rash uchun. Rimliklarda to'g'ri dafn marosimsiz o'lgan ruhlar Lemurus deb atalib, tiriklar olamiga aralashishi mumkin edi. Shu sababli Rimda har yili Lemurialla bayrami bo'lardi. Qadimgi Xitoyda ajdodlar ruhlari kundalik hayotning bir qismiga hisoblangan. Ularga ovqat, choy qo'yilgan. Ulardan himoya so'ralgan. Ko'ryapsizmi? Bir naqsh bor. Mesopotamiya, Misr, Yunoniston, Rim, Xitoy, Hindiston. Hammasi turli yerlarda, turli vaqtlarda. Lekin hammasi bir xulosaga kelingan. Inson o'lgandan keyin ham biror narsa qoladi. Ilm-fan arvohlar haqida aniq javob beradi. Arvohlar mavjudligini isbotlovchi hech qanday ilmiy dalil yo'q. Lekin ilm-fan yana bir savolga javob beradi. Nima uchun odamlar arvoh ko'radi? Va bu javoblar juda qiziq. Birinchi sabab infratovush. 1998-yil ingliz olimi Vic Tandy o'z laboratoriyasida g'alati narsalarni his qila boshlaydi. Bezovtalik, ko'z burchagida soya ko'rish, qo'rquv hissi. Tadqiqot natijasida ma'lum bo'ldiki, yangi o'rnatilgan ventilator 18 Hz chastotali tovush chiqaryapti. Inson qulog'i bu tovushni eshita olmaydi, lekin 18 Hz ko'z qorachiqlarini silkitib, optik illyuziya yaratishga qodirdir. Keyingi sabab uyqu falajligi. Bu eng ko'p uchraydigan ilmiy tushuntirish. Uyqu falajligi paytida odam uyg'onadi, lekin tanasi hali ham REM uyqusi rejimida bo'ladi. Bu holat kuchli qo'rquv va gallyutsinatsiyaga olib keladi. Ko'pchilik aynan shu paytda og'ir bosgan narsa, soya ko'rganligini aytadi. Aholining 8% hayotida kamida bir marta bu hodisani boshdan kechiradi. 1921-yil bir oila yangi uyga ko'chib kiradi. Tez orada g'alati hodisalar boshlanadi. Oyoq tovushlari, g'alati ovozlar, ko'rinmas narsa bosim beradi. Tadqiqotchilar aniqladiki, nosoz pech karbonat oksid gazi chiqarmoqda edi. Bu gaz gallyutsinatsiya yaratishga qodir edi. Pech tuzatilgandan so'ng muammo ham hal bo'lgan. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, ilm-fan arvohlar mavjudligini rad etadi. Siz ham hech arvoh ko'rganmisiz yoki g'alati biror narsa his qilganmisiz? Quyidagilarni izohlarda aytib keting. Agar bu video sizga qiziqarli bo'lgan bo'lsa, like bosing va kanalimizga obuna bo'ling. Keyingi videoda yana sirli bir mavzuni ko'rib chiqamiz.